Hop, 8-savolni o'qiymiz. Azot 2 oksidi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, azot 4 oksidini hosil qiladi. Reaksiyada bosim 8 marta ortib, temperatura 60 gradusga pasaysa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Koeffitsient 2 ga teng. Hop. Azot 2 oksidi kislorod bilan reaksiyaga kirishsa, azot 4 oksidini hosil qiladi. Reaksiyani tenglab olamiz. Endi bosim 8 marta ortsa, hop, azot 2 oksidini hisobiga 8 ni kvadrati 64 marta ortadi. Kislorodning hisobiga 8 ni birinchisi 8 marta ortadi. 64 marta ortishni 8 marta ortishga ko'paytirsam, umumiy 512 marta ortish kelib chiqadi bosimning hisobiga. Endi temperatura hisobiga kamayadi. Ya'ni 60 taqsim 10 6 chiqadi. Ya'ni koeffitsient 2 edi. 2 ning 6-darajasi 64 chiqadi. Ya'ni 64 marta kamayadi temperaturaning hisobiga. 512 marta ortishni 64 marta kamaytirishga bo'lib olsa, kamayishga. Umumiy hisob 8 marta ortish kelib chiqadi. To'g'ri javob B ekan.